Valyutni kreditda chiqqan oylik to'lovi dollarda 300 dollardan hisoblasin. Dollarda bersiz hech narsa qilmaydi. Tiniq holatda 2,5 yil kredit qolgan. 2019-yilda 2019-yil tiniq holatda 4 yumshoq baloni, orqa bagajda yengil kraskasi bor ekan. Qolgan joyi toza. Tiniq holatda Nexus olib kelib qolishdi. Holatini qarang. Tiniq chexol, zavodskiy turibdi, kovri tashalgan, injektor propanmi? Metan. Injektor metan, gaz yo'qligida metan. Holati yaxshi. Hech qanaqa absolyutno rasxod yo'q, oladi, minadi, kelyapti. Hop, 2,5 yil kredit qolgan. Bemalol to'lab buzib olsa bo'laveradi. Orqa bagajda yengil kraskasi bor aytgandek. Mashina tiniq. Xo'p, 1.5 motor, gidravlik ABS, konditsioner, injektor metan, yaxshi akkumulyator qo'yilgan. Xo'p, qiziqarli joyi. Mashinamiz aytganimdek 5 yilga chiqqan, 2,5 yil to'langan, 2,5 yil kredit qolgan. Narxiga kelsak, narxi $2600. Ekran telefon nomeri turib, like bosib tarqatib qo'yamiz.